Salom Minecraft. Va bugungi videoda biz Minecraftdagi barcha moblarni teskari qilishni sizga o'rgataman. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz bugungi videoni boshladik. Qanunda, let's go. Do'stlar, sizdan yagona iltimos. Mana shu kanalga obuna bo'lishingizni so'rayman. Mana shu kanalni tezroq 1K qilsangiz do'stlar, kanalim tezroq 1K bo'lsa, yangi videolar chiqarishga harakat qilaman. Shunchaki mana shu kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, sizdan juda ham xursand bo'lardim. Do'stlar, shu videodagi moblarni teskari qilish uchun bizga sandal va name tag kerak bo'ladi. Qani unda boshladik. Biz boshini yerga qo'ygan holda name tagni joylaymiz va name tagga biz yaxshilab eslab qo'ying do'stlarim. Bosh katta D, dinner bone deb yozamiz. Xuddi mana shunday holda va biz uni o'tkazamiz. Va biz buni bironta mobga qo'ysak, masalan, jitilga. Mana jitil teskari bo'lib qoldi. Do'stlar, buni hatto siz uyda sinab ko'rishingiz ham mumkin. Xohlagan mobga faqat hayvonga, jitilga emas, balki hayvonga ham bular teskari bo'ladi. Keling endi do'stlar, sizlar bilan bir narsani tekshirib ko'ramiz. Nima deyishingiz mumkinmi? Biz golemni teskari qilib ko'ramiz. Menimcha bu o'xshasa kerak. Golemni oldiga borib teskari, teskari golem. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, golem teskari bo'lib qoldi. Endi biz nima qilamiz degan savol bormi? Endi biz Minecraftdagi bosslarni teskari qilamiz. Bilasizki, Minecraftda hamma biladigan 3 ta boss, ya'ni Wither, Warden va Dragon bor. Qani ular ham teskari bo'ladimi? Men bugun shu videoda ushbu moblardan faqat ikkitasigina teskari qilib, bittasini o'zingiz teskari qilasiz. Biz hozir Wardenni teskari qilamiz. Ana Warden bratimiz teskari bo'ladimi yoki yo'q, buni hozir sinab ko'ramiz. Do'stlar, sizlardan iltimos, shu kommentda videoga like va obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning darajamiz, ya'ni kanalimiz ancha pasayib ketdi. Hech kim obuna bo'lmay qoldi. Siz obuna bo'ling va kanalimni ancha rivojlanishiga yordam bering. Agar keyingi videoda sizning ismingiz chiqishini xohlasangiz, mana shu videoning kommentariyasiga o'zingizning ismingizni yozib qo'ying. Ana biz Wardenni qo'ygan holda name tag joylab qani Warden teskari bo'lib qoldi. Ko'rib turganingizdek. Qarayni bir narsani sinab ko'ramiz. Teskari bilan to'g'ri urishadimi? Xo'sh, buni sinab ko'ramiz. Golem bilan Wardenni bir urishtirib ko'raylikchi. Teskarilar jangi bilan. Qani u ikkita golem mana. Teskari olacak. Teskari. Qani kim? Ikkita Warden teskari, Wardenga qarshi ikkita turk golem. Qani teskari golemga qarshi teskari Warden ursa qanday bo'ladi? Qani so'l boringizlar. Menimcha buni ko'rgan qoldi. Unda teskari holda oddiyda urishadi. Qani teskarilar. So'l. Voy, mana yana bir marta Warden g'alaba qozondi. Sizlar endi videoni davom ettiramiz. Bizning keyingi joyimiz bu Ender Dragon bo'ladi. Biz Dragonni ham teskari qilib ko'ramiz. Do'stlar, sizlarga yana bir marta iltimos, shu videoga like va obunani bosib ayamanglar. Chunki biz o'z kanalimizni rivojlantirmoqchimiz. Mana Dragon portalini qurishni boshlaymiz. Do'stlar, mana biz Ender Dragonning portalini ham qurib bo'ldik. Ana endi biz Dragonni teskari qilishga harakat qilamiz. Ana video o'xshaydimi, yo'qmi? Kommentariyaga yozinglar. Dragon portal qilib bo'ladimi do'stlarim? Asosiy do'stlar, sizlar Witherni teskari qilib ko'ring va buni kommentariyada albatta javobini yozinglar. Qani Witherni ham teskari qilib bo'ladimi? Qani unda men videoni yana davom ettiraman. 1 2 3 olg'a. Wow, mana biz Dragonning endamiz. Ender Dragonning qasrida. Xo'sh, bizga birinchi navbatda nima kerak aytaymi? Biz ko'zni rivojlantirish, ya'ni ko'zimiz nuri pasayib qoldi. Shunchaki ko'zga damlamani ichib olsak, bo'ldi. Sizlarga ham normal ko'rinadi. Endi navbat Dragonni teskari qilamiz. Dragon qani oldiga boramiz. Olg'a, qani. Qani Dragon bo'ladimi? Yo, Dragonga name qo'yib bo'lmar ekan. Do'stlar, uzr, afsus. Dragonga name tag qo'yib bo'lmar ekan. Afsus. Yana bir marta harakat qilib ko'ramiz. Dragon to'xta. Ana. Yo'q, Dragonga name tag qo'yishdi, lekin Endermanga qo'ysa kerak, a?
Ha. Endermenga qo'ysa bo'lar ekan, lekin Dragonga emas, do'stlar. Do'stlar, afsuski Dragonga uni qo'yish iloji emas. Sizlar Wizardni sinab ko'ring, qani o'xshaydimi? Lekin sizlarga bitta savolim bor, do'stlar. Agarda biz o'z name tagimizni, ya'ni nomimizni Dinnerboniga o'zgartirsak, biz ham teskari bo'lib qolamizmi? Buning javobini siz kommentariyaga yozib keting. Albatta like va obuna bo'lishni unutmang. Titan Roses MC YouTube kanali Minecraft kanalini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Qani unda do'stlar, let's go.